kompyuteringiz bor, internetingiz bor, lekin qanaqa qilib keskin o'yinini yoki PUBG Mobile har xil o'yinlarni qanaqa qilib stream qilishni bilmayapsizmi? Unda bugungi videolikda bularning barchasiga ipidan ignasigacha javob olasizlar. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Yangi videolikda ko'p xursandman. Bugun biz sizlar bilan birga qanday qilib har xil o'yinlarni kompyuterda, tayyor kompyuterimizda stream qilishni ipidan ignasigacha to'liq o'rganib chiqamiz. Keskin o'yin, xohlang PUBG bo'lsin, qanaqa o'yin bo'lsa ham ularni barchasini stream qilishni birga ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar biz videolikni boshladik. Videoni tugatmasdan oxirigacha ko'rsanglar qanaqa qilib stream qilishni o'rganib olasizlar. Xo'p do'stlar, birinchi qiladigan ishimiz albatta Google Chrome'ga kirib olamiz. Xohlang Yandex, xohlang Google OBS yozamiz. OBS Studio deb yozsak, OBS Studio deb yozamiz. OBS Studio chiqadi va OBS shu birinchi chiqqan saytga kiramiz va bu yerda o'zingizga xohlagan Linux, Mac OS bo'lsin yoki Windows bo'lsin, o'zingizlar ikkitaligini tortib olasizlar. Windows bo'lsa Windows, bo'ldi bizda загрузка qilyapti. Hop, men o'zimni bor uchun shart emas, buni tortibman. Tortib qo'yganman. Tortganlarini sinfga qilib, xohlagan fayllarga o'rnatsanglar, sementning farqi yo'q. Asosan C o'rnatiladi. OBS Studio'ni o'rnatganlardan keyin OBS Studio'ga kirasizlar. Sizlarda shunaqa oyna ochiladi. Ko'pchiliklarda hozir mana bu telefonimni zapis qilib ko'rsataman. Xo'p, sizlarda mana shunaqa quruq yangi oyna ochiladi. Oyna ochilishi kerak. Bu yerdan sizlar qiladigan ishlar mana bu yerda plus tugmachasini bosasizlarda, mana shu yerda yangi sena ochiladi. Shuni ustiga bosib turib, OK'ni bosasizlar. OK'ni bosganlardan keyin keyingi qiladigan ish qop-qora oyna, shunaqa qop-qora oyna paydo bo'ladi. Bu yerda mana bu joy bo'sh bo'ladi. Bu yerda birinchi qiladigan ishimiz web kameramiz bor bo'lsa, mana bu o'yinni birinchi o'rinda qiladigan ishimiz захват okna qilsak, bironta mana bu pastda ochilgan oknalarimizdan bittasi захват bo'ladi. Bizga asosan hozirgi kunda nima kerak? захват ekran qilib olsak, захват ekran 2 qilamizda, bo'ldi. Bizda захват ekran 2 qilib olsak bo'ldi. Mana bu avtomatik o'zi tanlaydi. OK deb bossak, mana bu yerda ekran tanlab olamiz. Qaysi monitor ekanligi, mana shu asosiy monitorimizni shu yerda yozuvimiz monitor ikkita bo'lsa, bu yerda ikkita chiqadi monitorimiz. Bitta monitor borligi uchun hozir mana shu bitta monitor tanlaymiz. Bo'ldi. Bizda mana shu umumiy ekran biz o'sha streamga tayyor bo'lib turibdi, stream qilishimizga. Sendan tayyorlab olyapmiz birinchi, keyin kanallar bo'lishlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Hop, bu yerda bo'ldi. Biz ekranimiz, общий ekranimiz nima uchun tayyor. Webkamera qo'shmoqchi bo'lsak, ustunizda захват video bor. Bosamiz, videoni bosib turib, OK deb bosamiz. OK deb bossak, bu yerda bizda webkameramizning nomi chiqadi. Bu yerda mana bu webkameram bor meni. Mana shu chiqadi yoki bo'lmasa mana bu yerda Nvidia Broadcast, OBS virtual kamera bor. Bizda mana shu web kamera borligi uchun mana shu web kamerani tanlayman. Shu web kamerani tanlayman. Tanlaganimdan so'ng OK deb bosib qo'yaman, bo'ldi. Mana shu chiqadi bizda web kameramiz. Bu yerda men narigi joyda o'zim web kamera ulaganim uchun, mana shu web kamera ulaganim uchun bu yerda chiqmayapti. Agar sizlarda oldindan bor bo'lsa, uni ulashingiz shart emas. Shunaqa mana shu web kameramni ulasanglar bo'ladi. Asosiy ekran, ustunasi захват ekran. Mana shu web kamerasi bo'ladi. Web kamerasi qo'shib olsak bo'ladi bu yerda. Endi keyingisi, undan keyingi bironta qiladigan ishim endi asosiysi kanalimiz ulash bo'ladi. Translyatsiya bo'limlari bor. Bu yerda настройки bo'limiga o'tib ketsak bo'ladi. Hozir buni boshqacharoq tarzda sizlarga ko'rsataman, yana ham to'liqroq variantda. Bu asosiy ekranimizni ulab olish holati edi. Bo'ldi, bizda web kameramiz va asosiy ekranimizni ulab oldik. Ulab olganimizdan keyin настройки bo'limiga o'tamiz. Настройки bo'limiga o'tsak, asosiy bir translyatsiya bo'limi bo'ladi. Translyatsiya bo'limidan qanaqalarda bo'lishi mumkin. YouTube, har xil Twitter, Twitch bo'ladi va shu yerdan tanlab turib, mana bu yerda prezent zapis bo'ladi. Shunday akkauntinglarni ulab qo'yasizlar. Mana shu translyatsiya bo'limini YouTube bo'lsa YouTube'da qilsanglar YouTube'da yoki Telegram bo'lsa Telegram. Asosan YouTube ulaganim uchun YouTube'da akkauntinglarni ulab olasizlar. Ulab bo'lgandan keyin Vivid bo'limi bor. Bu yerda translyatsiya bo'limiga kiramiz. Vivid bo'limi translyatsiyaga kirsak, translyatsiyaga o'tsak, mana bu yerda kadrovshik video chiqadi. Nvidia sizlarda video kartalar bo'lsa, mana shu Nvidia NVIDIA H264 tanlab olasizlar. Tanlasanglar bo'ladi. Mana kadrovshik zvuk mana shunaqa tarzda bo'ladi. Masshtab bu yerda ekranimiz to'liq 16 ga 9 razmerda bo'lishi uchun 1920 ga 1080 qo'yib olasizlar. Bitrate qanday qilib o'lchaymiz desanglar, internetinglardan kirsanglar bo'ladi. Bu yerda fast touchga qo'yib turib, internetinglar bitrate'ini bilib olsanglar bo'ladi. Fast touchga qo'yib kirsanglar, bu yerda 18
Hozir buncha pastroq ko'rsatyapti. Mana shunda bitrate beradi. Masalan, borgan 58 bo'lyapti. 58 bo'lsa 5 bu yerga kelib turib 5000 ni bersak bo'ladi. 5000 qoplaveradi bemalol 5000 qilsak, lekin biz bitrateimiz bundan ko'proq ko'rsatadi. 250 ming, 300 ming shunaqa ko'rsatadi. Shuning uchun bemalol bitrateimizni 10 ming qilib qo'ysak, oddiy o'yinlar uchun, masalan, KS2 qilmoqchi bo'lsak, 20 bitratedan 20 ming yetib oshadi. 15 ming bersanglar ham bemalol bo'ladi. Yani tiniqroq, yana ham tiniqroq formatda qilmoqchi bo'lsanglar, bitrate 25 ming, 30 ming unga qarab internetga qarab ko'tarib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda bir установкада медленнее хорошо качество berasizlar, регулировкаga высокое качество berasizlar, многооборотный rejimga двойной переход, 4 разрешение qo'yasizlar, profil hech turadi. Mana bu ekologiga chiqib bu kadriga 2 turadi. Bo'ldi. Translyatsiya uchun shu. Agar siz video o'yin zapis qilmoqchi bo'lsanglar, bu yerda mana shuni ko'p настройкаga qarab turib bo'lsanglar bo'ladi. Men 2K da qilganim uchun, 2K, 4K da qilmoqchi bo'lganim uchun mana shunaqa ko'rinishli настройкаlarni qilganman. Siber, bitrate, mana shu hammasini o'zingizga qarab turib to'g'ri bo'lsanglar bo'ladi. Videoni pauza qilib turib, audiolar ishlatamiz, buffer vaqt turib audio bo'limiga o'tamiz. Endi audio bo'limida o'zingizlarni mikrofoninglarni tanlab olasizlar. Meniki HyperX Quad bo'lgani uchun birinchi mikrofonimga mana bu HyperX Quad tanlab olganman. Shu yerda o'zingizlar mikrofoninglarni tanlab olasizlar. Po umolchanию turgan bo'lsa, sizlarda o'zi avtomatik qaysi kompyuterga qaysi ulangan bo'lsa, o'shani tanlab oladi. Ikkinchisiga qo'shimcha agar bu vaqtda bu ishlamay qolsa, ikkinchisini tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda birinchi рабочий stol mana shu o'zi avtomatik tanlanadi. Bu yerda qolganlari shart emas. Bu yerda sizlar to'g'rilashinglar kerak emas. Bu yerda hamma yo'q 48 Hz stereo rejimiga o'tkazib qo'yasizlar. Videoni agar sizlar shorts formatda qilmoqchi bo'lsanglar 1080 ga 1920 qilasizlar. Lekin hozir shuni keskin to'liq formatda qilmoqchi bo'lsanglar 1920 ga 1080 bo'ladi. Bu yerda FPSlar 60 turaveradi. Garajiklar sizlar o'zingizlarga qarab turib to'g'rilab olasizlar. Nastroykasini spesialni yozishlar bo'ladi. Kerak emas sizlarga расширениялар. Hop, mana shunday tarzda to'g'rilab olasizlar. Videoni pauza qilib turib, Search Direct 3D 11 ga qo'yib olasizlar. Bu yerda hamma yo'g'i настройка qilingan bo'ldi. Bu yerda asosiy настройкалар shular. Endi qanaqa qilib mana bunaqa shu menda ramga qo'yamiz, mana buni donasi ekranini qo'yamiz deydiganlar uchun video kanalimga o'tib oldingi videolarni ko'radigan bo'lsanglar, bunaqa narsalar ham barchasini sizlarga o'rgatib o'tganman. Shularga ko'ra hammasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Bitrate mana bu yerda ko'rinadi sizlarga. Zapis qiladigan mana bu 60 fps video zapis etadigan bo'ladi. Bu yerdan kanalda ulov olganlardan keyin управление translyatsiyaga kirasizlar. Управление translyatsiyasiga kirsanglar, o'zingizlar boshqatdan yangitdan sazat qilsanglar bo'ladi. Stream qilmoqchi bo'lsanglar yo bo'lmasam YouTube kanalingizda oldin sazat qo'ygan bo'lsanglar, vibratsiya translyatsiyani tanlaysizlar. Buni qanday qilib qilamiz deydigan bo'lsanglar, mana bu yerda o'zimni YouTube kanalimga o'taman. YouTube kanalimga o'tib turib, sazat qilaman bu yerda. Mana shu kanalimga o'tdim, sazat nachat translyatsiyaga kiraman. Hop, nachat translyatsiyaga kirib turib, ozgina zagruzka qiladi. Bo'ldi, mana bu yerda kunduzgi stream deb yozib qo'yganman. Kunduzgi stream, kechki stream. Kech bu yerda kechki deb qo'yaman endi. Kechki stream rang ko'taramiz, shunalarni yozib qo'yganman. Bu yerda mana bu ko'rsatlar bo'ladi. Игрочник qanaqa o'yin bo'lsa shu yerda yozib qo'yishlar bo'ladi. Kontrolni o'chirasizlar, Counter Strike, Global Up 2 mana bu yerda obloshka tanlaysizlar. Kanallar bu yerda shuni KS2 YouTube kanaliga ulasanglar bo'ladi. Mana bu yerda izmenit kontentni aytib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda taglarni yozasizlar. Shu YouTube kanallarni oldindan tayyorlab olgan bo'lsanglar, men nastroyka qilsanglar, shuni ulov olsanglar bo'ladi. YouTube kanallarni ulovga ochgan bo'lsanglar, buni qanaqa qilib ochaman deydigan bo'lsanglar, oldingi videolarimni ham ko'rsanglar, barchasini qilib qo'yganman. Standartni o'zgartirishga bo'ladi. Bo'ldi, endi buni bu X qoramizda upravlение translyatsiyasiga kirib turib, yurishni bosdik. Mana kechki stream уже tayyor. Tanlab turib, vibratni translyatsiya iначе efirda bosib qo'ysak bo'ldi. Bizda avtomatik translyatsiya boshlanadi va YouTube'ga avtomatik YouTube'imizga ulanadi va bu yerda menyumiz ochiladi. Shunday qilib stream qilsak bo'ladi. Agar xohlaganingizcha shunday qilib stream qilib foydalansanglar bo'ladi. Tushunmagan joylar albatta kommentariyga yozib qoldirsanglar, birma-bir javob beraman yoki Telegramga yozib qoldirsanglar, Telegramga yozsanglar, gruppalarimiz bor. Telegramga o'tib obuna bo'lib turib yozsanglar, barchasini birma-bir o'rgatib o'taman. Tushunmagan joylarga.
Video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosib turib, kommentarga izohlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolar qanaqa bo'lishini xohlasanglar, albatta uni ham kommentarga yozib qoldirib ketinglar. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'lom bo'linglar. Har bitta ijobiy fikr uchun albatta bizning bonuslarimiz bor. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.